Gibi. Hamsiye? Ay İsmet. Kim bu? Tuttuğumda gidiyor kaldım bana. Nimani yig'ishtiraman? Kim bu? Peshdik. Gapir, nima deysan? Bunda pulku. Jentr oldirdim. Ro'yxatdan uy oldirishga keldim. Istamang, jim o'tiring. Rostdan. Ha. Jidransak olib berdimi? Hay hech kim aytmayman. Menga qara, bo'lmasa shunday dugonasidan menga ham bitta topib ber. Dugonasini gaplashib bersam hech kim aytmaydi. Aytmayman, tamom. Ana. Shumi? Bo'ldi. Boring. Tamam. Uy olib bersa bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Uy deyman ha. Nima uchun meni uchrashuvga chaqirdingiz? Endi to'g'risi shu ro'yxatdan bitta uy olib berasizmi deb uchrash. Ha. Qanaqa uy? Yering. Dugonangiz hamsiyam ro'yxatdan bitta uy olib beryapti-ku. Shunday. Ha, dugonam ro'yxatda rahbar bo'lsa, men ro'yxatda bir oddiy ishchi bo'lsam, o'zimga uy yo'q. Qanday sizga uy olib beraman? Ular meni aldatdimi yo? Siz uyga boravering-a? Ismat aka qarang. Ha, jon. Shu uyni 3-etajini sizga qilib bersam, yoqadimi? Ana shu 3-etajda balkon shu yangi O'zbekistonga qarasa birga o'tirib balkonda choy ichib siz bilan jonim balkonga chiqib ikkalamiz bog'ga qarab turib, kofe choylarni ichib. Rahmat jonim. Ha, mashinniklar. Hozir 2 minut. Bezor qildingiz, borki, bezor qildingiz. Qo'lingiz oling hamsiya. Dugonasini gaplashgansiz uy olib beradi degansiz. O'zida uy yo'q, menga qayerdan olib beradi uyi? Dugonasini gaplashingiz, uy demadingizmi? Menga qarang, uy olib bermasa, men ham siz videolaringizni xotiringizga ko'rsataman, menga farqi yo'q. Siz hech kim uy olib bermang. Qanday olib bermaydi? Ana olib bersin, siz olib berasiz menga. Kimga uy olib berish kerak ana? Mana men olib beraman. Yo'q, hech kimga uy kerak emas. Nimaga kerak emas? Menga kerak. Yo'q, kerak emas bunga. Nima kerak emas? Menga Nima qilyapsiz? menga qarang, qarash uy bersa menga bitta bersin, sizdan ketmaydi-ku, mollari bo'lsa qarashaman, jon. Men xizmatim qilyapsiz. Siznikini ham qilaman. Uyda choy bilan uni Hamma ish qilaman. bo'ldi, unda olib beraman. Olib berasizmi? Hamsiya uy qayerdan oldingiz? Bu ro'yxat birinchi obyekt. Aha. Men ikkinchi obyektidan oldim. 3-etajdan. Menga qaysi obyektdan bo'lsa bersa bo'ldi. Menga yangi O'zbekistonni qarab turibdi-da, Aha. balkonchasi bor. Shunday balkona qaratib, Nima? choy ichamiz. Choy men damlab kelaman hamsiya. Dinamo kalsiyda Men choydan bilan shu yerda odam kerak emas. O'zingizda yashayvering. Xizmatlaringizni qilaman dedim. Yo'q, uyimda boshqa odam kerak emas. Rahmat hamsiya. Sog' bo'ling. Shu cho'ti bir gap bor-da.